Bugün beta IgG sonucunuz çıktı. Kimdi? Uchta bemorimiz ham topshirgan. Uchalasi ham aslida juda ham zo'r xabar. Birinchi bemorimiz 2 marta eko muolajasini o'tkazdik. Sababi birinchi eko muolajamizda embrionlar oxirgi kungacha bormadi. Lekin umidsizlanishmadi va ikkinchi urinishda erkak faktor bo'lgani uchun moyaklardan urug'ni olib, yana boshqa protokolga harakat qildik va 3 ta a'lo embrion muzlatishga imkoniyatimiz bo'ldi. Mana bugun embrionlarni qo'ydik va xushxabarni aytdik. Bugün beta IgG sonucunuz çıktı. Kimdi? Sizdiniz değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ikkinchi bemorimizga turmush qurganlarga 1 yil bo'lishiga qaramasdan eko muolajasiga oldik, chunki erkak faktori bo'lganligi uchun biopsiya yo'li bilan urug'ni oldik. Turmushlariga 8 oy bo'lishiga qaramasdan eko qildik va bugun tergan oyimizda embrionni qo'ydik va xushxabarni aytdik. Ikkinchi bemorimiz fresh, Adina, homiladorsiz. Uchinchi bemorimiz bizga murojaat qilganlarida bularda 3 yillik bepushtlik aniqlangandi, lekin bemorimizda ota-onalar qarindosh bo'lganligi sababli bularda genetik muammo ham bor edi va biz bu bemorimizda bitta sog'lom embrion oldik va shu bitta embrionni bachadonlariga transfer qildik va bugun chiroyli xabar oldik. Uchinchi bemorimiz Marjona, homilador. Hammangizga xayrli homiladorlik tilayman. Inshaalloh bolajonlarni sog'-omon qo'llariga olganlarni ko'rishimizni nasib qilsin.